Assalomu alaykum YouTube kanalımız obunachiları. Yana bir uston opkamiz. Hazar tumanida bo'ldi. Kuxunni mebel ishlab berdik. Kuxunni mebelimiz ko'rishingiz mumkin. Beziruvchi variantda, budjetli variantda taxlab berdik. Svetlarni kelsak, kashmir svetda ishlab berdik. Stollarni qora svetda, kanizlarni ham qora svetda, stollarni qo'shtirib aytib, beziruvchi variantda ishlab berdik. Mebelimiz shu variantda chiqdi. Bellarni avvaldan aytib berdik. Mexanizmlardan kelsak, yaxshi mexanizmlardan dovutchiqli 100% puxa plastik ishlari bilan birga Turkiyaning Samet firmasidan ishlab berdik. Tartmalardan kelsak, eng ko'p odamlarda muammo bo'ladigan shu roliklar tushib osilib qoladi. Bizning skritni mexanizm, tandem mexanizmlarini qo'yib berdik. Bu boshqa mexanizmlarga qaraganda 30-40 yilgacha garantiya beradi. Ichki qismlari panel bo'lmaydi, laminat materiallarni ishlab berdik. Davutchiqli bo'ladi. Moykalarni yaxshi moykalardan ishlab berdik. Moykaning üstüne şu yerlerini qo'yib berdik. Mebel shu variantda bo'lib chiqdi. Kimga shunday mebellar kerak bo'lsa, o'zlarimizdan murojaat etaverasizlar. Olib borib ustanobga qilish, razmer olish besplatniy bo'ladi. Boshqa viloyatlarga kelishilgan narxlarda olib borib ustanobga ketib beramiz. Mebellarga biz 1 yil garantiya qo'yib beramiz. Agar mabodo qullobchalari ligirovkalari buzilib ketadigan bo'lsa, yo'lmasa stol qismi cheshib qoladigan bo'lsa, 1 yilning ichida almashlab, uzatib taxlab beramiz. Bemalol telefonimiz zakaz berishingiz mumkin. Telefon raqamlarini kommentariyada, opisiyaniyada qoldiraman. Bemalol telefon qilishingiz mumkin.